Har birimizning bu dunyoni tark etgan, sog'inadigan bir yaqinimiz bor. Payg'ambarimiz marhumlarning ruhlari haqida shunday hayratlanarli so'zlarni aytganlarki, haftaning qaysi kuni o'lgan qarindoshlarimiz uylariga mehmonga keladi. Ular bizni qaysi holatda ko'rganlarida xursand bo'lishadi yoki qayg'uli qaytib ketishadi. Ruhlar hozir qayerda? Yoki o'lgan qarindoshlarimiz bilan tushimizda gaplashib olamizmi kabi ko'plab savollar bilan barzax olamining haqiqatlarini tinglashga tayyor bo'ling. Bu dunyoda bizga berilgan vaqtimiz tugaganida o'lim farishtasi kelib bizga onamiz qornida ekan berilgan jonimizni badanimizdan tortib oladi. O'sha lahzani shu shaklda o'ylab ko'rganmisiz? Haqiqiy tug'ilish o'lim paytida sodir bo'ladi. Asosiysi biz ko'zimizni ochgan birinchi lahza. Barcha pardalar yopildi. Haqiqat kun kabi oldimizda turibdi. Bu dunyodagi omonatimizni et va suyakdan tashkil topgan tanamizni bir muddat ortda qoldirdik. Endi biz o'zimizning ajoyib unvonlarimizni, mol-mulkimizni, hamma narsamizni ortda qoldirdik. Bizdan ilk olgan narsalari esa ismimiz edi. Ortiq yangi bir ismimiz bor. Janoza. Janoza dafn qilingandan keyin boshimizga nimalar kelishini batafsil ushbu videoda aytib o'tganman. Keling, birinchi kuni biz qabrda boshdan kechirgan, aql bovar qilmaydigan voqealardan keyin o'tgan vaqt ichida bizni qanday dunyo kutayotganiga qaraylik. Avvalo shuni bilishimiz kerakki, vafot etgan kimsalar ikki qismga bo'lingan holda barzax olamidadirlar. Zindonband ruhlar va ozod ruhlar. Ne'mat ichida bo'lgan yaqinlarimiz ruhlari ozod yurishadi va o'sha olamdagi do'stlari bilan suhbatlasha olishadi. Ular dunyoda sodir bo'layotgan voqealar haqida ma'lumot olishlari, nima bo'layotganini kuzatishlari va o'zaro suhbatlashishlari va muhokama qilishlari mumkin. Hatto ortda qoldirgan sevganlarini, ayolini, farzandlari haqida xabar olishadi. Boshimizga yaxshi narsalar kelsa, ular buni eshitadilar va quvonadilar. Yomon hodisaga duch kelganimizda ular xafa bo'lishadi. Ko'pchilik inson yaqinlaridan ayrilganida, so'ngra hammasi tugadi deya o'ylayotganida, aslida ular bizni qayerdandir kuzatib borishlari va xabar olishlari mumkin. Darhaqiqat, eshitganlarni ancha hayajonlantiradigan yana bir holat borki, haftaning ma'lum bir kunida ruxsat etilgan ruhlar yer yuzidagi o'z uylariga tashrif buyurishadi. Hatto bu ziyoratlari davomida bizdan istaklari bo'lishiga ishoniladi. Bu haqda bir ozdan so'ng batafsil to'xtalib o'tamiz. Lekin bir narsani bilishimiz kerakki, hozirgina aytib o'tganimdek, har bir ruh erkin yura olmaydi. Ularning ruhlardan bir qismlari oxiratgacha azobdadir. Ular qandaydir mahbuslarga o'xshaydi va ularga bizlarni ziyorat qilishga ruxsat berilmaydi. Tabiiyki, shu joygacha eshitganlaringizni va videoning oxirigacha eshitadiganlaringizni eng to'g'risini Buyuk Alloh Azza va Jalla biladi. Vafot etgan qarindoshlarimiz bilan bog'liq eng qiziq savollardan biri bu. Qabrlarini ziyorat qilganimizda ular bizni ko'rib, ovozimizni eshitib yoki eshitmasliklari to'g'risidagi savol. Rivoyatlar shuni ko'rsatadiki, qabr ziyoratlarida qabr boshiga borib salomlashganingizda marhumlar kelgan kishini tanir va salomiga javob beradilar. Hatto tanimagan bir kishi qabr boshiga kelib salom bersa, u bilan ham salomlashadilar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassallam bir qabrning oldidan o'tganlarida u yerda yotganlarga assalomu alaykum ey mo'minlar deya salom berishni buyurganlar. Biz ayniqsa ota-onalar, qarindoshlar va do'stlar uchun qabrlarga boramiz. Ularning ruhlari uchun o'qigan har bir duolarimiz, Qur'on tilovatlarimiz o'lgan odam uchun juda foydalidir. Payg'ambarimiz qabristonda o'qiladigan Yasinning ajoyib xususiyatini ham aytib o'tganlar. Kimki qabristonga borganida Yasinni o'qib, savobini o'liklarga bag'ishlasa, Alloh taolo o'sha kuni ularning azobini yengillashtiradi. Buni o'qigan kishiga ham qabristondagi o'liklar sonicha savob beriladi.
Biz ruhlar haqida juda cheklangan ma'lumotlarga ega bo'lsak-da, hatto bizga ma'lum qilingan narsalar ham odamlarni hayajonlantirish uchun yetarli. Ulardan biri bizlarning ruhimiz bu dunyoda tug'ilishimizdan oldin bir olamda mavjud bo'lishi va bu olamda bir-birlari bilan muloqot qilishlari. E'tiborli tomoni shundaki, bu olamda bir-biriga yaqin do'stona munosabatda bo'lgan qalblar bu dunyoda bir-birlari bilan uchrashib, bundan bexabar holda do'stona yaqinlik o'rnatadilar. Ba'zan biz hech qanday sababsiz tanishgan odamlarga juda yaqin bo'lib qolamiz va biz ularni uzoq vaqtdan beri bilgandek his qilamiz. Bunday holatda biz o'sha odam bilan tug'ilishimizdan oldin hayotimizda bir-birimizni bilgan bo'lishimiz ehtimoli bor. O'lganlarimizning ruhlari uylariga tashrif buyurish haqidagi eng qiziqarli mavzuga kelsak, rivoyat shudirki, har payshanbadan jumaga tutash kechada izn berilgan mo'minlarning ruhlari to'g'ridan to'g'ri o'z uyi yoki qarindoshlarining uyiga osmonning birinchi qavatidan kelib, o'z yaqinlarini ziyorat qilishadi. O'shanda ular Alloh rahmatiga olsin deyshadi. Ular biz uchun Allohdan marhamat, rahmat, ya'ni Allohning rahmati va inoyatini so'raydilar. O'tganlarni Alloh rahmatiga olgan bo'lsin deganimizda, ular bizga ham shuni tilaydilar va ular bizning uylarimizda o'zlarini unutmasligimizni, eslashimizni va ular uchun Qur'on tilovatini va duolarni hadya qilishimizni xohlashadi. Bizlarni ibodat qilayotganimizni ko'rsalar, xursand bir shaklda qaytishadi. Ruhlar u yoki bu tarzda mavjud bo'lishda davom etadi. Yonayotgan lampochka haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Lampochka yoqilganda biz yorug'likni ko'ramiz, lekin lampochka singan yoki buzilganda esa biz endi yorug'likni ko'ra olmaymiz. Chunki yorug'likni ko'rishga imkon beruvchi lampochka endi o'z vazifasini oxiriga yetkazgan. Ammo bu yorug'lik yo'q degani emas. Yorug'lik lampochka bo'lmasa ham tabiatda mavjud bo'lishda davom etadi. Xuddi tanamiz o'lganida ruhimiz mavjud bo'lib qolishi haqiqatini o'zgartirmagani kabi. Keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'ling.